Sizlarga подписчиlaringga ham men bonusim bor. 500 ming so'm pul beraman. Do'stlar, bugun xullas baqapati qilamiz. Ko'rayotgan bo'lsalaring, hamma o'ziga har xil davlatda baqasini tuxumini olib keldi. Men mana kecha Yaponiyadan zakaz qildirdim. Bitta mana shu iPhone'ni puli. Ko'ryapsizlar-da, bitta iPhone puliga zakaz qildim. Men katta bolalarning jentrasini puliga Koreyadan o'zim mana shunaqa ko'k baqani tuxumini olib keldim. Rayhonchi. Nima olib qayerdan olib kelding? Men Qashqadaryodan olib keldim. Qashqadaryoda ishlatamisizlar. Mana burunduq guvoh, burunduq o'zi yonimda edi. Ko'rdilaringlar, Rayhonniki hozir O'zbekistonning Qashqadaryosidan ekan, bizniki o'n chet elniki. Qarang, mana shuni ushlab olasizlar. Taktikasi bo'yicha keyin olin. Baqalarni Ko'tarish kerak, bitta ko'targan ish kerak. mazali. Mashqalaring menga yoqmaydi bilasan. Qanaqachasiz bitta Bitta ko'tarish. Men qaranglar, mana ikkita yosh bloger hozir meni qaynonamdan ham qolib ketgan. Ko'ryapsizlar, qaynonam bitta ko'tarishni ichgan. Qaynonamni bloger qilishim kerak hozir. Madali. Baqani tuxum qaynonasi bor ishlatamisizlar. Sizlarga подписчиlaringga ham men bonusim bor. Har doim baqani tuxumida 500 ming so'm pul beraman. Qanaqa komment xohlagancha yozish kerak. Agar kommentariyada komment yozgani like yig'masa, bitta odam tanlab olaman-da 500 ming so'm pul beraman. Lekin u odam bizga podpiska qilgan bo'lishi kerak, keyin like bosgan bo'lishi kerak mana shu videoga. Ronda fake account ochamanda o'zim kommentariy yozaman. 500 ham urib ketaman deyapti. Bo'ldi, to'xtatinglar. Like bosishni unutmanglar. Like bosishni unutmanglar. Yo. Like bosishni unutmanglar.